kecha Surxondaryoga ketgandim, bitta mashina olib keladi. Bu Qashqadaryoliklar Surxondaryoliklar mashina urishdan charchamadi, jallagam olishdan charchamadi. Bu urilganga ham ushqamaydi-ku. Orqasidan taqilgan ekan, bu sal urilsa ham sotaveradi, urilmasa ham sotaveribdimi deyman odamlar. Bu haqida bir ma'lumot berib keting, qanchaga oldingiz, necha pulga oldingiz? O'ta arzon olgandingiz buni ham. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Ko'rib turganlaringizlar o'ta tiniq mashina oldik. Hozir bu mashina 54 ming yurgan, benzinda, faqat benzin yurgan mashina ekan. Qashqadaryo viloyatidan oldik. Shunaqa deb bo'lgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz, sotib bergan $100 hadyamiz bor. Bu mashinamiz ko'p gapirib o'tirmasdan hozir narx haqida sizga ma'lumot berib ketamiz. Shu turishida mashinamizda 79 million, ya'ni generalni o'rnisi bilan 80 million so'mga bizga kelib tushdi. Xudo xolasa mashinani haydab keldik. Qashqadaryo viloyatidan havola yurganni qaysini bosardi. Mana aniq 54 ming yurgan mashina. O'zing yurgan 54 ming. Salon qismlari deyarli polik chexollar qilingan tayyor mashina. Xudo xolasa shu mashinani chiroyli qilib orqasini remont qilib sotuvga chiqaramiz. Hammaga rahmat.